Prezident yo'llardagi kameralardan norozi. Uzkarskiy obuna buning hozir sababini bilasiz. Shavkat Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, so'nggi 7 yilda yo'l qurish va ta'mirlashga berilgan 61 trillion so'mning asosiy qismi xalqaro va respublika yo'llariga to'g'ri keladi. Lekin o'lim bilan bog'liq avtohalokatning 75-80% ham shu yo'llarda bo'lyapti. Shuningdek, aholi jamoat transporti sifati va tirbandliklardan mutlaqo norozi ekanini qayd etdi. U aholining yana bir e'tirozi yo'llardagi kameralar dislokatsiyasi ekanini qayd etar ekan. Ular faqat qoidabuzarliklarni qayd etib, jarima yozish uchun ishlayotganini ta'kidladi. Prezident fikricha, bu kameralar aslida transport oqimini boshqarish, tirbandlik va avariyani kamaytirishga xizmat qilishi kerak. Mirziyoyev shu bilan birga chorraha, chiziq va yo'l belgilarini to'g'irlash, svetoforlarni aqlli boshqaruvga o'tkazish bo'yicha ishlar sustligini tanqid qildi. Poytaxtda transport harakatini sun'iy intellekt asosida tartibga solish bo'yicha taqdimot qilinganiga ham ancha vaqt bo'lgani, lekin natija yo'qligini ko'rsatib o'tildi. Siz esa O'zbekistondagi kameralar, radarlar va svetoforlarni qanday baholaysiz? Javobni izohlarga qoldiring.